Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xo'p, klientimizga tayyor bo'lgan ishlarimiz. Xo'p, bu ishimiz raskladnoy divan bo'ladi mana. Uzunligi 220, bu tarafi brokera bo'ladi. 3 ta bolishi bo'ladi. Ko'tariladi bu. Xo'p, divan bo'ladi. Xo'p, stollari bor, aynali stol, ito'tib tumbi. Hozir ko'rsatamiz yig'ilgan holatini. Bu mana yig'ilgan holati. Yig'ilgan holatda mana xuddi shunaqa turadi. Endi navbatdagi ishimiz, bu ham shu klientimizga bo'lgan. Buni razmerlari 3.30 ga, bu tarafi 2.30 bo'lgan. 3 ta tumma qilib berganmiz. Yostig'i ham 3 ta bor. Materiallari mo'shi bo'lgan. Insidinasi pampers prujina bo'lgan. Orqalari ham o'zining materialida, yonlari ham to'qilgan. Buni mana stollari ham polkali stol bo'ladi. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqarasizlar, o'z orasida chiroyli qilib beramiz.